Assalomu alaykum. Qabla TV obunachilari. Bugun mana kanalimizning nomini Musofir TV kanalini Qabla TV nomiga almashtirdik. Bugun qishlog'imizda bir juda yangi yaxshi ishlar bo'lib o'tgan 12-o'rta maktabni hamma yaxshi biladi. Maktabimiz 8-band qishlog'ida joylashgan 12-o'rta maktabda bugun remont ishlari bo'lib o'tgan. Xo'p, bundan keyin xabar topganimiz sababli sizlarga mana shu remont bo'lib bo'lgan joylarni video syomka qilib tashlashga qaror qildik. Xudo xolasa maktabimizda ko'pgina qurilish ishlari olib borilmoqda. Mana yangi axrana, ya'ni qorovulxona tashkillashtirilgan, bu yerdan qurilyapti. Yangi qorovulxona ham yopilishi kerak. Mana shu holatda to'xtab qolgan. Endi maktabning byudjeti to'g'ri bolalardan remont puli yig'ishtirib oladi, boshqa qiladi. Boshqa masalalar ham bor-da, u pullarga qarab turgan. Shu qo'llaringizdan kelsa yordam qilingizlar. Ichki tomonni ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana maktabimizda ichkari tomon mana shu zal tomoni tepasi remont bo'lgan bugun. Xo'p. Qish kunlari mana shu yerlardan yomg'ir yog'ib, suvlar tomyapti deyishardi. Bugun remont bo'lgan. Xizmat qilgan barcha insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Qishlog'imizda bugun mana shunday remont ishlari bo'lib o'tgan. Suratlarni sizga havola qilamiz. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Mana shu 8-mart xalqi, ya'ni 12-o'rta maktabda bo'lib o'tgan ishlardan ozgina sizlarga video lavha ulashishga harakat qilamiz. Biz kechroq xabar topganimiz sababli shu videorolikda ish bitgandan so'nggi bo'lgan holatini sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Mana xo'p, eshityapmiz ma'lumotlar, ko'pchilik o'quvchilar aytadi, mana shu qish kunlari, dekabr oylarida yog'ingarchilik, qor mavsumlarida zallardan, sinflardan mana shu suvlar tomib bir shunday holatga kelib qolganligi uchun hozir mana shu qishloqdoshlarimizni ko'pchilik akalarimizni yordami bilan bugun faqat mana shu zalni usti remont bo'lgan. Maktabda zal tomoni oldi tarafdan kirib kelishdi. Zal tomoni remont bo'lgan. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Bugun mana ko'pchilik xizmat qilgan. Biz kech xabar topganimiz sababli sizlarga ilona olmadik. Mana hammasi yangi shiferlar qo'yilgan. Hamma tomon mana shu zalni usti faqat bo'lgan. Bu maktablarga sinflarda boshqa korpuslarda ustini remont qilish uchun ko'p narsa kerak baribir. Imkon qadar mana shu maktabimizga xolis niyatdagi insonlar bo'lsa, yordam qilsalaringiz arziydi. Qo'llaringizdan kelsa, imkonlaringiz yetsa har birimizni. Albatta. Maktabimiz direktori Hamzayeva Qullasa ma'lumaga murojaat qilib berasizlar. Demak, kamchilik bizdan biz nima yordam qilaylik deyishni xohlagan insonlar uchun maktabimiz direktoriga murojaat qilib berasizlar. Mana shu yerlar bugun remont bo'lgan polna. Men ham 12 yil o'qib mana maktabimizning kirishasining ustiga birinchi marta chiqib. Maktabda bitirganimizga ham 6-7 yil o'tdi. Birinchi marta chiqibman mana. Hop, shuni aytib o'tishim kerak aziz yurtdoshlar. Mana shu kanalimizning nomi Musofir TV edi. Hozir shu Qabla TV deb nomini almashtirdik. Sababki qishlog'imizning nomini qo'yishlikka qaror qildik. Bu kanal ham Rossiyadan, ham Rossiya davlatidan, ham Tojikiston Respublikasidan o'zimizning 8-band qishlog'idan boshqariladi. Xo'p. Mana shuni bir ta'kidlab o'tishni lozim deb bildim. Aziz yurtdoshlar. Mana maktabimizda sog'ingan, musofir yurtda yurgan insonlar uchun ozgina